Torku shinasi, Torku brendi, ya'ni bu Yevropani brendi hisoblanadi. Asosan Angliyaga sotiladigan shina hisoblanadi bu. Balonimizning razmeriga keladigan bo'lsak 205 60 16 96 V degani bu o'sha haliga aytgandek скоростной rejimi baland bo'lgan 240+. Alohida qishda значок qo'yilgan, qishga yurishga mo'ljallangan. M+S, ya'ni всесезонный hisoblanadi bu shina ham. O'ziga ham katta qilib yozgan. All season mana. All season ya'ni всесезонный, hamma faslga mo'ljallanadigan. Endi bu balonni shinani eng yaxshi qulaylik taraflaridan biri balonni yuzasi to'rt burchak ishlangan, to'rtta ariqli, protektorini, ya'ni protektorini gulini yarmi boshqa protektorda, yarmi boshqacha rasmda ishlangan. Bu nimaga foyda desa, yer bilan tishlashish, ya'ni scepleniyaga zo'r. Ertaga yog'ingarchiliklarda ham mana bu zigzaglari zo'r ochilib beradi, mana bu oralari zo'r ochilib beradi mana. Bu yer bilan tishlashga juda zo'r foyda beradi. Bundan tashqari balonning yumshoqligi ham yetarlicha mana. Mana. Bo'ladi.